Assalomu alaykum hammaga. Bu yana menman. Men bugun yana sizlarga o'zim yaratgan multfilmlarim haqida gapirmoqchiman. Men multfilm yaratish uchun 3 oy qattiq shug'ullanganman. Mana shu 3 oy davomida multfilm yaratishni o'rgandim. Sun'iy intellektga rahmat buning uchun. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Birinchi yaratgan multfilmlarim ingliz tilida bo'lgan. Agar esinglarda bo'lsa, mushuk trendlar o'sha urfga chiqqan paytda mana o'sha mushuk bolachani maktabda o'zini onasini kutayotgan paytida hammadan telefoningizdan foydalansam maylimi deb telefon so'rab chiqadi, hech kim bermaydi telefonini. O'shanda haligi ingliz tilida "Can I use your phone" deb telefoningizdan foydalansam maylimi degan bitta qo'shiq sun'iy ilovasi bilan yaratganmiz. 1 daqiqalik multfilm bo'lgan, klip bo'lgan, multfilm klip. Keyin bu juda ham yaxshi ko'rildi. Marhamat, mana shu multfilmni bitta ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa like, kommentariya yozinglar. Men juda ham xursand bo'laman. Balkim bu narsa menga yana motivatsiya berar. Agar sizlarga nima qiziq bo'lsa, so'ranglar. Sun'iy intellektda yaratish mumkin bo'lgan variantlarni o'zim yaratib ko'rsatib beraman. Agar o'rganaman desangiz, unchalik qiyin emas. Bemalol o'rganib, bemalol ijod qilishingiz mumkin. Hammaga omad. Marhamat, ketdik, multfilmni ko'ramiz. Your screen's so shiny, it's calling my name. I'll treat it kindly, no need for blame. I'm not gonna play that candy game. I won't take in your history, no swiping left or mystery. Just one call, it's all I need. Your generosity plants the seed. Can I use your phone? Just a moment alone, I'll give you right back. No need to attack. Can I use your phone? Mommy, why didn't you come to pick me up from school? Why are you so late?